Diqqat, yana bir yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kecha 23-noyabr kuni Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida 43 yoshli shaxs mototsiklda yo'l transport hodisasiga uchrab vafot etdi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, taxminan soat 14:00 larda Bo'stonliq tumani hududidan o'tuvchi D012 Bektemir Chorbog' avtomobil yo'lining 64-kilometrda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Hodisada 1982-yilda tug'ilgan Toshkent shahrida yashovchi fuqaro ismi qisqartirilgan G.A. o'zining Honda rusumli mototransport vositasida Chorbog' Toshkent yo'nalishida yuqori tezlikda harakatlanib ketayotgan vaqtida boshqaruvni yo'qotib, yo'lning o'ng tomonida o'rnatilgan temir to'siqqa borib urilgan. Oqibatda haydovchi olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan. Holat yuzasidan Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Avvalroq Jizzaxda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan Matiz zil bilan to'qnashishi oqibatida 3 kishi halok bo'lganligi haqida xabarlar tarqalgan edi.